jiq harakat qilish kerak deb chiqa olib ketdinglar. Amaliyotda sog'lom uruqlab boqqan do'stlar bo'lsa, bu gapninki ancha to'g'ri emas ekanligini his qila olasizlar. Bu videomda oddiy tushunishli qilib, mo'yin bo'lgan vaqtdan gapiray. Balkim boshqamish uruqlatish to'g'riliq so'zlayotgan do'stlar deyishni xohlamaydigan ham demaydigan mazmunlar bo'lishi mumkin. Chunki men uruqlatish mahsuloti yoki darsga sotmayman. O'zimning boshqalar ashtirib shundan pul topsam bo'ldi. Men bu videoni tartishga asas maqsad sog'lom uruqlashinglarga foyda tegib qolsa ajib emas deb tortyapman. Vaqt munosabati bilan balkim ikkiga bo'lib yo'llab qo'yishim mumkin. Endi asosiy gapga kelsak, birinchisi, mush tomoq kemayotgan mezgilinglarda qo'sqonlar bak ichib ketib qolsa, olma bilan shanjovni purab bersanglar, tomoq qo'ygan tashnaliklarni ma'lum darajada tuvaltalaydi. İkincisi, mush uruqlash mezgilinglarda o'zinglar eng amroq jiq yeb olgan narsalarga uchrab qolgan vaqtda bak yeganlar kelib ketsa, oldi bilan bir stakan suv ichib yutib, o'zinglarga 5 minutdan keyin andan yey deb eskartinglar. Bundaq qilganda birinchidan mushni jiq yeb olishninki oldini olishga intayin foydasi bor. Ikkinchidan 5 minut o'tgandan keyin balkim mushni yeyish irodanglar yoki niyatinglardan yeniq qilishinglar mumkin. Üçüncüsü olsa, 3 kunda bir qitim o'zinglar rozi bo'lgandek to'yinibroq bir vaqt tomoq yenglar. Chunki bu uruqlash degan qandaqdir har vaqt tomoqinglarga oz yeb yoki sifatsiz yeb o'zinglarni xo'rlash degan gap emas. Bunda qilmagan vaqtinglarda birinchidan osonla voz kechib yutib qolishinglar mumkin uruqlashdan. Ikkinchi tarafdan bo'lsa, badanga bo'lgan ziyonli taraflarmi bir qadar cho'ng. To'rtinchisi olsa, kunda bir qitimla badan ig'irliklarini o'lchanglar, ya'ni atiganda och qo'rsoq. Chunki bir kun ichida odam badanining ig'irligi 1,5 kilodan 1 kilogacha o'zgarib turishi bu normal ahvol. Jiq o'lchib olgan vaqtinglarda balkim irodanglarni sustlashtirib qo'yish mumkin. Beshinchisi, osti yugurishninki uruqlashga bo'lgan unumi intayin tuvan. Shuning o'rniga qisqa oraliqdagi bir nuqtani belgilab qo'yib, berib kelib yugurib berganinglar intayin yaxshi. Ya'ni 10 minut mush qisqa oraliqqa berib kelib yugurganinglar yarim soat osti yugurganinglar bilan tang. Altıncısı, her qandaq uruqlatish mahsulotiga bek tayinib ketmanglar. Hatto pavbuji bilan mush tansekras ag'amchisi deganga o'xshash uskunlardan tortib. Yettinchisi, bizning uruqlash yo'limizdagi yana bir cho'ng to'salg'i bo'lsa, dal oiladagi cho'nglar. Ularning ko'ngil bo'ldig'ini bizningki badan go'zalligimiz emas, balki sog'lomligimiz. Biz qancha jiq tomoq yesak, bizga qancha jiq tomoq yegilsa, ular shuncha xush bo'ladi. Şuna hergizmi çoğlarının aldıda yoki tomoq uspagan vaqtda men uruqlayapman, az uspa yoki yemayman degan gapni qilmanglar. Tilishibli qolmasdan balki sizlarni har xil gaplar bilan yoki usullar bilan tomoq yeyishga taslim qildirdim. Shuning o'rniga sirt tomoq yeb bo'lgandim, az yeyman yoki yemayman desanglar bo'ldi. 8-ci olsa tomoqdan keyin tik turpirish, tomoqdan keyin mengib berganda yaxshi. Nurg'un do'stlar so'rashinglar mumkin, mengib bergan vaqtimizda harakat bo'ladi, nemishqa jim turganimizda yaxshi deb. Hamma do'stlar asosan 1 soat mang'alaysizlar, lekin 1 soat turib baq jim tur desa, lijingda turolmaysizlar. Mush o'qish mezgilimizda asosan hammalar harbiy mashq qilib boqqan. Bizga eng ta'sir qiladigan bo'lsa, dal junzda lijingda turish. Nurg'un do'stlar aylanib ketib turib bo'lolmay. Mağan vaqtimizda put muskullarimiz almışıp aram elib oladi, lekin tug'a vaqtimizda unda qilmaydi. Jim tug'a vaqtimizda putimizningki muskulning taraqqiyotiga intayin foydasi bor. Put muskulimiz taraqqiy qildi degan gap shu kunlik energiyani xo'rjishga intayin cho'ng foydasi bor. 9-si, tuz osonlik samartishni keltirib chiqardi, lekin uruqlayotgan mezgilimizda dal aksicha badanga tuzning sumirilishi yoki qabul bo'linishi yetarli bo'lmaydi. Chunki uruqlash mezgilimizda nurg'ulg'an tomoqlarni qismimiz shuning agishib badan kirgan tuzningki miqdorimi ozlaydi. Tuz, ya'ni natriy bo'lsa, yurak muskullarimizdan bo'lgan munosabati intayin cho'ng. Natriy ion hamda kaliy ion bo'lsa, shu yurak muskulimizningki kengayib tarish bilan intayin cho'ng munosabati va mushtaq bir ishga ion. Izchil badan kirayotgan tuzning miqdori haddidan ziyod ozlab ketsa, badandagi metabolizmi intayin ostlab ketadi hamda tuvalab ketadi. Shu sabab bilan necha kun uda ig'irliqlarda hech qanday o'zgarish yoki tushish paydo bo'lmasa, dal mush badan kirayotgan tuzning miqdoridan izdin paqsaqlan bo'ldi. 10-ci uruqlash mezgilimizda ham oz yeb, ham jiq harakat qilganda dastlabki bosqichda ig'irligimiz tushganda qilgan bilan badanimizdagi ko'p miqdorda muskullarni xo'rab ketishini keltirib chiqargan bilan birga uzoq muddatlik mayni serishga intayin ziyni bor. Uruqlashdagi maqsad mayni serish, qandaqdir nuqul holda ig'irlikni tushirish emas.
Harakat qilish to'g'ri kelsa, badanga kirayotgan energiya oz bo'layotgan vaqtda oksigenli harakat emas, balki muskulni taraqqiy qildirgan harakatlarni tanlab qilishimiz kerak. Chunki energiya oz bo'layotgan mishdaq vaqtda oksigenli harakat qilsak, badanimizdan qaytaradigan inkas bo'lsa, badandagi muskullarning ko'p miqdorda xorab ketishini keltirib chiqardi. Bu bizga lozimliq natija emas. Shunga tomoqni kamaytib, energiyani kontrol qilib, yaxshi arom olib uxlasak, bu texim yaxshi yo'g'a uruqlash usuli. Buning hammasi bir qancha oddiy masalalar, lekin sizlar uruqlash mezgilini